Hayotdagi muammolar haqida bir o'ylab ko'r. Ko'nglingdagi beqadrlik hissi, o'zingga zarar keltiradigan munosabatlaringdan voz kecholmasliging, muvaffaqiyatsizliklaring, ayni xatolarga takror-takror yo'l qo'yishing, boshqalarga shafqat bilan muomala qilgan holda o'zingga shafqatsiz bo'lishing, ichingga o'rnashib olgan, hali ham bosilmagan jahling va hatto qizg'anchiqliklaring va rashking. Xo'sh, ularni sen tanladingmi? Yoki ehtimol o'tmishda boshingdan o'tganlar bugun o'zingni shunday his qilishingga sabab bo'layotgandir. Xullas, uzun gapning qisqasi, o'zingni ayblashni bas qil. Bu holatni battar og'irlashtiradi. Bundan boshqasiga yaramaydi. Bugun men sen bilan birga o'tmishingning qorong'u yo'laklariga qarab sayohatga chiqamiz. O'tmishing ichida tug'ilgan oilangdan tortib, boshdan kechirgan ruhiy jarohatlaringga bo'lgan hamma narsani, xullas, bugun mavjud bo'lgan muammolaringning barchasini yaxshilab o'rganamiz. Shuningdek, bolalik chog'ingda olishing kerak bo'lgan mehr-muhabbat va ishonch tuyg'usini, anglamaganingda nimalar yuz berganini, ota-onangning bilib bilmay qilgan nomaqbul xatti-harakatlari qanday illatlarni keltirib chiqarganini ko'rasan. Ba'zan ahamiyatsiz deb hisoblagan kichik bir jarohatning uzoq vaqt davomida katta zarar keltirib chiqarishini anglaganing sari yengil torta boshlaysan. Men senga mo'jizalar va'da qilmayman, chunki hech narsa mukammal emas, ammo o'zingni hozirgi ahvolingdan ancha yaxshi his qilasan inshaalloh. Birgalikda yurishni niyat qilgan yo'limizning maqsadi ham aynan mana shu. O'zingga bu imkoniyatni berishing juda ham zarur. Assalomu alaykum. Siz ruhiy shifo, ichki uyg'onish va ongni ozod qilish makonidasiz. Bu yerda biz o'tmish yuklarini tushiramiz, ichimizdagi yaralarni ko'ramiz va eng muhimi o'zimizni ayblashni to'xtatamiz. Agar seni tashlab ketishgan bo'lsa va agar sen yetarli emasman deb o'ylagan bo'lsang va ichingda tushuntirib bo'lmaydigan og'riq bo'lsa, bugun bitta haqiqatni eshit. Bu seni aybing emas. Biz ko'p narsani o'zimizdan ko'ramiz. Erkak ketdi, men aybdorman. Onam men bilan yaxshi munosabatda bo'lmadi, demak men yaxshi bola emasman. Otam menga mehr bermadi, demak men arzimagan insonman. Lekin bitta narsani unutmang, bola hech qachon aybdor bo'lmaydi. Biz bolaligimizda nimani o'rgandik? Shuni sevgi deb qabul qildik. Agar e'tibor olish uchun jim turish kerak bo'lsa, jim bo'ldik. Agar sevgi olish uchun o'zimizni qurbon qilish kerak bo'lsa, biz aynan qurbon qilishni tanladik. Agar tashlab ketilish tanish his bo'lsa, biz aynan yana tashlab ketilishni tanladik. Chunki miya uchun tanish og'riq notanish baxtdan xavfsizroq hisoblanadi. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega hayotingizda bir xil ssenariy takrorlanadi? Ming o'zgartirishga harakat qilsangiz ham, pul bo'ladimi, munosabatlar bo'ladimi, hammasida bir xil ssenariy takrorlanadi. Nega doim siz ko'proq sevasiz? Nega doim siz kuzatasiz, kutasiz? Nega doim siz yig'laysiz? Bular hech qanaqa tasodif emas. Bu o'tmishdagi yaralarning hozirgi kundagi aks sadosi. Ichingizda kichkina bir qizcha bor. U hali ham qo'rqadi. U hali ham sevilishni kutadi. U hali ham meni tashlab ketmang deb ichidan yig'laydi. Va siz bugun katta ayol bo'lsangiz ham, katta inson bo'lsangiz ham, qarorlarni ko'pincha o'sha ichingizdagi kichkina qizcha, kichkina bolacha qabul qiladi. Misol uchun, eng siz uchun qadrli insoningiz, sevgan insoningiz sizni tashlab ketdi. Aslida kim yig'laydi? Sizni yuragingizmi? Yo'q. Bolaligingizdagi yolg'iz qolgan bolacha, qizcha yig'laydi. Shuning uchun og'riq shu qadar chuqur ta'sir qiladi. Lekin eshiting. Sizni kimdir yetarli ko'rmagan bo'lsa, bu sizni yetarli emasligingizni anglatmaydi. Sizni kimdir sevishni bilmagan bo'lsa, bu sizni sevishga arzimaysan degani emas. Sizni kimdir tushunmagan bo'lsa, bu sen noto'g'ri gapiryapsan degani emas. Ba'zan biz o'zimizni jazolashni to'xtatishimiz kerak, azizlarim, chunki biz allaqachon yetarlicha og'riqni ko'rdik va ko'rganmiz. Bilasizmi, shifo nimadan boshlanadi? Shifo qachonki biz o'zimizni ayblashni to'xtatganimizda boshlanadi. Bugun
o'zingizga shunday deng: men o'sha paytda qo'limdan kelganini qildim. Men kichkina edim. Men aybdor emasman. Va shuni unutmangki, o'tmish uchun javobgar emassiz. Lekin bugungi hayotingizni o'zgartirish aynan sizni o'zingizni qo'lingizda. Agar o'tmish hali ham hayotingizni boshqarayotganini his qilsangiz, demak, ichki bolani shifolashimiz kerak bo'ladi. Qanday shifolanadi? Ichki bolani shifolash uchun sizlarga juda ham chuqur va kuchli bitta amaliyot beraman. Hozir sizni hech kim bezovta qilmaydigan, tinch, bir xotirjam xonada o'tirishingiz kerak bo'ladi. Hech nima gapirilmaydi, faqat his qilinadi. Agar imkoningiz bo'lsa, xona nimqorong'i bo'lsin va bemalol oyoq qo'lingizni uzatgan holatda, orqangizni devorga suyangan holatda o'tirishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Chuqur nafas olamiz. 4 soniya nafas ushlab turiladi va 6 soniya nafas sekin chiqariladi. Yana bir marta chuqur nafas olamiz. 4 soniya ushlab turiladi va 6 soniya sekin chiqariladi. Endi tasavvur qiling. Siz bolaligingizdagi uyning oldidasiz. Ko'z oldingizga keltiring. Havo qanday? Kunmi yoki tun? Va o'sha uycha oldida bir qizcha turibdi. Bu qizcha siz. Uni ko'zlariga qarang. Nimani his qilyapti? Qo'rquvmi? Yolg'izlikmi? Yoki sevgi kutishmi? Shoshilmasdan qarang. Faqat kuzating. Endi unga yaqinlashing va uni oldida tiz cho'king va sekin ayting. Ko'zlariga qaragan holda, men keldim. U sizni tanidimi? Agar u yig'layotgan bo'lsa, qo'rqmang. Bu shifoni boshlanishi. Uni bag'ringizga oling. U juda ham kichkina, himoyaga muhtoj. U o'zini yolg'iz his qilgan. Va sekin ayting. Bu seni aybing emas edi. Sen yetarlisan. Men seni tashlab ketmayman. Uni ko'kragingizga mahkam bosib turing. Va his qiling. Tana ichida nimadir yumshayaptimi? Ko'krak qafasingiz yengillashyaptimi? Shuni hozir diqqat bilan kuzating va shuni biling. Bugungacha qarorlaringizni ko'pincha aynan o'sha qizcha qabul qilgan. U tashlab ketilishdan qo'rqib qolgan. U sevgi uchun kurashgan. U rad etilmaslik uchun o'zini o'zgartirgan. Lekin endi katta ayol qaytdi. Endi siz boshqachasiz. Endi siz tanlaysiz. Endi sizga sevgi qo'rqinch emas. Kichkina o'zingizga oxirgi marta qarang va ayting. Endi men seni himoya qilaman. Endi men seni himoya qilaman. Asta sekin yana nafas oling. Tanangizni va hozir va shu yerda o'tirganingizni his qiling. Va ko'zlaringizni oching. Azizlarim, agar bugun ichingizdan nimadir siljigan bo'lsa, demak siz shifo yo'liga kirdingiz. Keyingi qismda biz aybdorlik tuzog'ini butunlay buzamiz. Agar keyingi qism ham sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'ling, like bosing va fikringizni qoldiring azizlarim. Hammangizga rahmat.